Ulug'bek Qodirov haqida shoshilinch xabar. Qiz bola deb bo'lishi sekreti rozовая женщинамizdan keldi. Qizlar buni Xarid qilishni istasangiz, Telegram orqali bizga murojaat qiling. Barcha ayollar orzusidagi rozовая женщина mahsulotimizni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Assalomu alaykum, Dunyo Lifestyle kanalimizga xush kelibsiz. Tezkor va so'nggi shou-biznes xabarlarini kanalimizda kuzatib boring. Ulug'bek Qodirov 1983-yilning 3-avgustida tug'ilgan o'zbek aktyoridir. U 2004-yil teatr institutini tugatgan, biroq u aktyorlik faoliyatini 2001-yili Ayol zoti serialidagi epizodik roldan boshlagan. Ijro etgan roli bosh rol darajasida chiqqani uchun rejissyorlarning e'tiboriga sazovor bo'ldi. Bundan tashqari, Ulug'bek Qodirov bir muddat o'zini xonandalik borasida ham sinab ko'rdi. Hozirgi kunda u AQShning Nyu-York shahrida istiqomat qilib kelayapti. Ulug'bek Qodirov ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga qaraganda, u o'z onasiga atab qo'shiq aytgani ko'rinib turibdi. Ya'ni bu suratlarda siz bilishingiz mumkinki, Ulug'bek Qodirov onasiga atab qo'shiq aytib, onasi bilan birgalikda raqsga tushayotgan videolari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi. Tezkor va so'nggi shou-biznes xabarlarini bizning kanalimizda kuzatib boring.